Dadaxon Hasan. She'rlar. Muallif nomidan matnlarni Ashurboy Bolqiyev o'qiydi. To'rg'ay odati bor shoir ahlida, bir umr ko'klarga talpinib yashar. Qilcha nohaqlikdan bo'zlar gohida, qilcha yaxshilikdan qasida boshlar. To'rg'ay odati bor shoir ahlida, samoga yozmoqchi bo'lar ismini, parvoz etsa hamki osmon toqida, shu ona tuproqqa ko'mar jismini. Po'paklagan qamishni o'rib oldik biz, ko'zin ochib bag'riga razm soldik biz. Suyub qora ko'zlarin bo'salar olsak, kuylab berdi dilnavoz, hayron qoldik biz. Tog'lar nechun muazzam, salobatli purviqor, xush havo bag'ri toza, cho'qqisida billur qor. Na zilzila, na bo'ron kor qiladi ularga, e'tibor bermas bir on poyin yuvgan suvlarga. Zamonlar o'zgarar-u, ularchi o'sha azali sobit suluv bu qadim asl go'sha. Yecholmay bu jumboqni turardik lolu hayron, gumburlatib har yoqni bir sado keldi shu on. Tog'lar xarakterida buyuk qudrat yashirin, chunki ular har yerda suyab yashar bir-birin. Sharq yulduzi jurnali 1983-yil iyul oyi soni. Siz shoir va hofiz Dadaxon Hasan she'rlaridan tingladingiz. Muallif nomidan matnlarni Ashurboy Bolqiyev o'qidi. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. 2026-yil 27